Toshkent viloyati Qibray tumanida turibmiz. Qibray tumanida, ya'ni Dada Muhammad Hoji Firda jome masjidiga kiryapmiz inshaalloh. Mana masjidga yaqinda yangi tug'uruqxona qurilayotgan ekan. Homiylarga rahmat, baraka topsin. Endi homiylar o'tir hozir yetibizda, o'ng qo'l chap qo'l bilmas degan ma'noda qilishyapti, baraka topsin. Mana chiroyli. Mana shu tepadagi gumbazni ham bir hojiga qilgan, uni o'tir yetmaydi deb aylanadi. U homiy uni ham tanjon sog' bo'lsin, baraka topsin. Mana masjidga kirib boramiz. Xudo xohlasa bilan homiylar bu tug'uruqxonani yengitdan qilishyapti. Eski bu tug'uruqxona eski qo'yganda bu. Mana ko'ryapsizlar. Mana eski qo'ygan tug'uruqxonani yangi qilishadi. Xudo xohlasa shu yerga harakat qilamiz mana. Shu tug'uruqxona eski qoldi. Mana shularni hisob yangi tug'uruqxona qurmoqmiz edi. Shu hisobiga mana Xudo xohlasa bizga Alloh taolo homiy yetkazdi. O'sha homiyni hop sekin homiylardan chiroyli so'rab maslahatlashib suhbatlassak nima qilishayotganini yetishadi o'ziga. Mana shunda hammaga ayon bo'ladi. Mana Xudo xohlasa mana ishlarni bu yoqqa olib chiqib saqlashyapti endi, taqlashib ertaga kerak qoladi. Yangi tug'uruqxona. Hozir vaqtinchalik tug'uruqxona va hojatxona qilishyapti. Mana ishlarni terishdi. Baraka topsin mana. Endi hozir sekin so'raymiz bilan. Savol so'rasa qani baraka top qatli ekan bular. Yoki bilan bir duo qilamiz Xudo xohlasa kelib. Mana bismillahirrohmanirrohim. Mana chap tarafga hop hojatxona qilishdi mana. Hojatxona. Tibbiyot tarafga tug'uruqxona qilishadi. Xudo xohlasa mana chiroyli. Baraka topsin mana ayollar qarang. Assalomu alaykum, xormaylar akajonlar, xormaylar. Assalomu alaykum. Charchamaslar, ozgina qoldi. Voy, bir qancha qishdan tashlab qo'ysizlar bu yoqqa. Uzr, salom. Yaxshimisizlar? Qayerdasizlar akajonlar sizlar? Surxondaryo Sherobod G'urjak 2 mahallasidan. Bir tani sog' umringiz bo'lsin. Sizcha aka? Billahi. Bu yerda bir ish qo'shija chiroyli ish qilayotgancha ko'paydi qishlar o'sha yoqqa tashlabsizlar hammasini. Shu yerda bir tog'latxona qilayotgan ekan. Biz ham qo'ldan kelgancha bir yordamimiz tegib kelsin deb. Baraka toping. Ot ismingiz kim akajon? Najmiddin Annayev. Voy, baraka umringiz bo'lsin. Siz kichik akajonimi? Xitoy. To'ra Yusupov. Xo'p, rahmat. U sizlarning o'zingizlarni qarindoshlarga nima bir fikrdan bildirmoqsizlar? Salominglarmi? Salom. Qo'lidan kelsa savob qilaman desa, masjidlarga yordam qilsin. Bizga ham shu qo'ldan kelgancha bir saat yordamda bir narsa berolmasak. Rahmat, qo'yilma. Baraka topinglar. Hamma yaxshimi? Taomlardan qiynalmasa ish qilib. Yo, rahmat. Yaxshi, baraka topsin. Mana Xudo xohlasa abetlarda anaqalar qarab turishdimi Xudo xohlasa betdagi hayot a'zolari. Surxondaryodan kelib ishlayotganimizga nima deysiz? Baraka toping aka. Tayinli o'sha yerdan kelib shu yerga. Sherobod. Qarang, bizga kelib ko'mak berasizlar, Alloh sizlarga ko'mak bersin. Rahmat. Topganinglar haloldan bo'lsin. Shu oilan og'zdan boqqanda bolalardan yaxshi olim ulamolar chiqsin. Alloh hammani chaqirmaydi. Alloh sevgan bandasini chaqirar ekan. Qarang, Allohning yo'liga bitta qish qo'ysangiz, Alloh sizga qasr qilib beraman deydi Alloh. Qarang, sizlarni chaqirtirdi, Xudo xolasa, bu yo'llar barakali bo'lsin, o'tganinglar bo'lsa rahmat qilsin, tiriklar salomat qilsin. Bola chaqirib, uylanganmisizlar? Xuddi shunday. Ilohim, bolalar o'ziga mehnatkash bo'lsin. Xo'p, shu halol bo'lsa, halolni boqqansizlar, ko'rib turibsiz mana. Shu yegan ichgan haloldir. Bolalardan yaxshi kelajak yaxshi, luqmasi halol bo'lsa, halol inson chiqadi. Undan yaxshi olim ulamo chiqadi albatta. O'qitinglar mana, masjidlarni chaqirtiribdi. Mullozo, bizdan rozimisizlar? Madaniy jamoat xo'jaligidan Rozi. rahmat, baraka toping. Kamtarlik uchun bersanmat, ming rahmat, salomat bo'linglar. Buguncha bo'lib qoladi, Xudo xolasa? Bugun Xudo xolasa tugatib beramiz. Baraka topsin. Yo'qlarini tog'ratxona dechuylarni qilamiz-da. Rahmat. Xudo quvvat bersin. Rozi bo'ling bizdan. Biz ham rozimiz. Umri uzoq bo'lsin. Xudoning yuziga yorug' bo'lib, topganlar halol, pokizdan berib, luqmaylar halol bo'lib, bolalarga shu luqmadan yedirib, o'shalarni yaxshi kelajak, yaxshi olim bo'lib kelajakka qatnashadigan, O'zbekistonni yuklatadigan, yurtiga, eliga, vataniga xizmat qilgan farzand bo'lishini Alloh nasib etsin. Ilohim, umri qo'yinglar ochinglar. Amin. Umringiz uzoq bo'lsin, rizqingizni baland qilsin. Alloh hammadan rozi bo'lsin. E'tiborchi, rahmat. Albatta buni to'g'ri qabul qilasiz degan umiddamiz. Amin. Allohu akbar. Rahmat ukajonlar. Hop, Qibray tumani madaniyat jamoat xo'jaligi, ya'ni Yangi hayot mahallasida joylashgan Dada Muhammad Hoji Firda jome masjididan efirga chiqadi. Rahmat, salomat bo'ling.